sezildida zalda birgina emas 3-4 ta qo'shiqlar zaldagilar ko'proq kuyladi va undan ovozi eshitildi. Bu xonandaga nima beradi? Bu motivatsiya beradi, bu to'lqinlantirib yuboradi aslida va shuncha qilgan mehnatingni shuncha nima deydi, bu endi ijodimni boshidagi taronalarda yemay ichmay qilgan qo'shiqlarimiz boshida shunaqa bo'ladi. Puli bo'lmaydi-da ular artistda. Boshida chiqayotganda yemay ichmay zo'rg'a to'plab borib qilib kelgan bo'ladi. O'sha davrlarni bir eslab oldim. Ya'ni samarasi bu. Men esladim sahnada turib shu davrlarimni va bejizga emas ekan bu narsa. Bejizga emas ekan. Bugungi kunda sahnada turibman. Bitta meni ustimda hozir bilasizmi, bitta hozir kim ishlamayapti. Cho'milib aba qilganimgacha va 3-4 uxlayman kamida. Repetitsiya jarayonida ko'zlagan maqsadingizga bugun sahnada yetishdingizmi? Yo'q, yetishdik. Qaysidir ma'noda hammamiz kartinani olib chiqib bila oldik, qildik, ya'ni lekin bir ikkita joylarimiz bor. Bir odam o'zini ustida ishlash kerak. Konsertimiz endi 2 kun emas, 3 kun emas, 5 kun menimcha bemalol hali yana ishlaymiz. Duetlar ham zo'r kutib olindi. Rahmat. Sizlarga yoqdimi? Zo'r. Duetlar yoqdimi? Zo'r. Ona bola monologi dueti yoqdimi? Yoqdi. Yoqdimi? Juda chiroyli. Bu qo'shiq haqida jurnalist bo'lib sizlar nima deya olasizlar?